Bugun 2-jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 80 yilligi keng nishonlanmoqda. Bu sana biz uchun xotira va qadrlash kuni, umumxalq bayram sifatida ham qadrlidir. Ikkinchi jahon urushida o'sha paytda mustaqil bo'lgan 73 ta davlatdan 62 tasi ishtirok etgan. Jangovar harakatlar 40 ta davlat, 3 ta qit'a va 4 ta okeanda olib borilgan. 110 milliongacha askar ishtirok etgan ushbu urushda 85 millionga yaqin inson halok bo'lgan degan ma'lumotlar bor. O'zbek xalqining 2-jahon urushidagi ishtiroki va g'alabaga qo'shgan hissasiga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekistondan 1,951 mingga yaqin kishi urushga safarbar etilgan. O'sha paytda yurtimiz aholisi 6,551 ming kishini tashkil etgan bo'lib, har 3 nafar o'zbekistonlikdan bittasi fashizmga qarshi jang qilgan. Ilgari 396 ming nafar O'zbekiston fuqarosi 2-jahon urushida halok bo'lgan deb aytilardi. So'nggi o'rganishlar natijasida esa bu raqam 538 mingdan ziyod ekani, qariyb 158 ming vatandoshimiz 2-jahon urushida bedarak ketgani aytilmoqda. Olib borilgan ilmiy izlanishlarda jangovar orden va medallar bilan mukofotlangan O'zbekiston vakillarining soni bo'yicha ham oydinlik kiritildi. Shu paytga qadar bu ko'rsatkich 120 ming nafar deb qayd etilardi. Yangi ma'lumotlarga asosan 200 mingdan ziyod askar va ofitserlarimiz jangovar davlat mukofotlari bilan taqdirlangani aniqlandi. Elimizning bu jasorati, mehr-muruvvat va insonparvarlik fazilatlari shon-sharaf maktabi, g'urur iftixor manbai bo'lib kelmoqda. Poytaxtimizda tashkil etilgan G'alaba bog'i va undan o'rin olgan muzey va monumentlarning barchasi tashrifchilarga o'zbek xalqining 2-jahon urushidagi ishtiroki va buyuk g'alabaga bo'lgan beqiyos hissasi haqida ma'lumot beradi. G'alaba bog'ida zamonaviy muzey san'ati hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining eng so'nggi yutuqlari asosida shon-sharaf muzeyi, mangu jasorat hamda matonat madhiyasi monumentlari bunyod etilgan. Shu yerning o'zida xalqimizning janglardagi mardligini, front ortidagi mashaqqatli mehnati va fidoyiligini aks ettirishga bag'ishlangan keng ko'lamli tarixiy badiiy ekspozitsiyalar yaratildi. Urush davridagi janggohlarni eslatadigan baland tepalik ustida afsonaviy general Sobir Rahimov kabi harbiy qo'mondonlarimiz o'zbekistonlik barcha botir jangchilarning so'nmas xotirasiga atab mangu jasorat deb nomlangan ulug'vor monument barpo etildi. Bog' hududida bir nechta marmar devorlarda kompozitsion panolar barpo etilgan. Ularda sarkarda bobolarimiz tarixidan lavhalar, 2-jahon urushiga oid eng muhim ma'lumotlar, milliy armiyamizning hozirgi jangovar holati aks ettirilgan. So'nggi yillarda xalqimizning jasorati va matonati haqida hikoya qiluvchi yangi asarlar chop etildi. O'zbek kinosida ham ko'p yillik tanaffusdan keyin shu mavzuga murojaat qilinib, Ilhaq, 101, Xalq jasorati kabi yangi badiiy va hujjatli filmlar suratga olindi va bu ishlar davom ettirilmoqda. Insoniyat tarixidagi eng dahshatli qirg'in 2-jahon urushining tugaganiga 80 yil to'lgan bo'lsa-da, afsuski yer yuzining turli burchaklarida qarama-qarshiliklar, to'qnashuvlar davom etmoqda. Shu sababli biz doimo yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalikning qadriga yetib, vatanimiz yangi O'zbekistonning rivojiga va yanada qudratli bo'lishiga hissa qo'shib borishimiz zarur.